Assalomu alaykum. Aziz, muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Bugun Qurban hayitimizning 3-cü kuni bizda. G'arbiy yarim sharda. Sharq yarim shardagilarga bayram o'tib ketgan bo'ldi. O'tib ketgan bayramlarga muborak olsun. Allah kelar yılki bayramni vatanimizda öz mahallalarimizning masjidlarida o'qishga nasib qilsin. Bugün yana qarshinglarga chiqib qoldim. Bugungi temamiz ko'rib turayotganinglardek Xitoylar bilan hamkorlashib Sharq Turkiston masalasini hal qilg'ili bo'lamdi. Bu ciddi bir tema bo'lib qoldi. Sosyal matbuotlardagi kayfiyat, yangiliklar tufaylidan tug'ilgan temalar bakmi ciddi. Vaqt xarakteri kuchli bo'lg'achqa men yana bir qatim ba'zi planlangan temalarni so'zlashni kechiktirdim. Bugungi bu temadan burun yana bir ciddi temalardan biriga jabdalgan bo'lsammi, bugünkisi texmi ciddi bilindi. Vaqt uzargan sari jiddiligi pasayib ketmasin uchun buni oldiga olishga to'g'ri keldi. Aslida arqa so'zlab etsammi bo'ladi. Lekin hamma odam eng yangisiga qaraydigan bo'lg'achqa bir avvalgi tema ko'rilmay qoladi ekan. Ko'rilish sonining tuvallab ketishi odamga aks ta'sir qilmay qolmaydi ekan. Shuna ko'rurmanlarga ma'lum vaqt berishga to'g'ri keldi ekan. Buni shunda tushunsak bo'ladi. Endi bugungi temaga kelaylik. Haqiqatanmi bek qara millatganmizmi nima deb qolaman ba'zida. Qilmish etmishlarimizga qarab o'ylayman buni. Ne kadar qaramizda. Yani mushundaq bir millat bilan mustaqillik nishoni uchun g'ayrat qilayotganligimiz haqiqatanmi qaramliqdek tuyuladi. Sharq Turkiston xalqi mustaqillik talab qilamdi. Bu savolga deb erkekçi javob berolmay til chaynab, oxirisida demokratiya, barobarlik talab qiladi deb xalq nomidan javob berayotganlarning Xitoy bilan o'ltirib qo'payotganligi aniq turayotgan faktlar oldidimi? Qilchilik ishkilanmagan, tanlashlarining to'g'ri bo'lgan bo'lmaganligiga qayta qarab chiqay demagan qat'iy holda mushundaq aniq munofiqlikni gap tepib oqlayolgan qanday odamlar bu? Kishi haqiqatan hayron qoladi. Xitoylar bilan ig'iz burun yalishib masala hal qilmoqchi bo'lganlar tariximizda ko'p ko'rilgan qarindoshlar. Tarix nimaga kerak? Qarindoshlar, nimaga tarix o'qiymiz? Bu tariximizda ko'p ko'rilgan. Texmi tuvarrak misol qilsak, turmushqa texmi yaqin. Tarixga kelsak, balkim jiqlarning besh og'rib ketadi. Agar bir odamni ishtalayotgan bo'lsa, yana bir uni qutqizib olmaydi qarindoshlar. Sinibdi. Yoki bir bo'ri talayotgan bir odamni yana bir bo'ri kelib qutqizib olmaydi.
xuddi tariximizda ko'rilgan misollardan baqsaqmi, shulardan, shu Xitoy bilan hamkorlashganlardan tarixdagi muvaffaqiyat qozonganlar bormi? Qaysinglar deb bera olaysizlar buni? Xitoy hamkorligining parlaq ulgusini yaratgan uch apandi edi. Buni bilasizlar hammanglar. Gomindangdan maaş alatdı ve Gomindangdan müstakillikka yaqin muxtariyat so'raydi. Bularning tirishchanligi uch apandining ichida bir qadar maqsadimizga, g'oyamizga yaqin bo'lgani Muhammad Emin Bug'raning asarlaridan bu hamkorlikning natijasini, jarayonini eng ro'shan ko'ra olasizlar. İsa Yusufning aslimasida tilga ilindi. Uch apandi bilan eng yaqin do'stona munosabatda bo'lgani Jujahua ekan. Gomindangchilar Tayvanga qochgan, uch apandilarni chet elga qochgandan keyin Muhammad Emin Bug'ra apandi mana shu o'zlari eng yaqinimiz, dardimizni eng tushunadigan do'stimiz deb bilgan Jujahua bilan qalam ko'rishini davom qilishgan edi. Jujahua aynan bugungi kommunistlarning og'zidan tushirmaydigan saxta tarixni, ya'ni azaldan ve ayrılmaz bir parçasını ve yana Jungo'da Türk deb millet yok deganni tekrarlab turganligini ko'ramiz. Men keyingi chaqlarda ikki tema yo'llab qo'ydim qarindoshlar. Onun birisi Muhammad Emin Bug'ra bilan qalam ko'rish qilgan Xitoy mutaxassislaridan, olimlaridan biri bo'lgan bir Xitoyning shu zamonda Muhammad Emin Bug'ra qarshi e'lon qilgan maqolasini e'lon qildim. Sizlarning ko'rgash bo'lsin, bunga nima deydi dedi. Bugungilar hamkorlikda bo'layotgan, do'st bo'lib, eg'iz burun yalashayotgan cho'nglar boshqa turdagi Xitoylarmi? Bu obdan Xitoylarmi bu? Ular o'zlarini har qancha demokratchi deb atab olgan bo'lsin, lekin so'z bayonlaridan hatto kommunistlardan ashaddiy yovuz niyatli ekanligini yoshiribmi o'ltirg'ini yo'q. Masalan, Uyg'urlar boshqa millatlarga, hatto Xitoylarga irqiy qirg'inchilik qilganmish. Bu gapni kommunistlar emas, atalmış demokratchi Xitoylar deyotganligini hammamiz angladik-ku. O'qidik-ku. Yana nima umid bilan Xitoylardan shafqat kutilyotadi? Bu azg'un bir xalqmi yoki bu qo'llag'uvchilar vazifalantirilgan Xitoy ayg'oqchilarimi? Hamma ish besh qo'ldek o'tirdi. Qarindoshlar, o'tirdi bularning Xitoydan ayrilish maqsadi yo'qligining bir muncha dalillari turib, yana shu odamlarni davomizning vakillari deyotganlar haqiqatanmi ozg'anlar, xato tushunib qolganlar, xato tanlaganlarmi yoki vazifalik qo'llag'uvchi ayg'oqchilarmi? İnsan balasını qo'yib turaylik-da, bir eshak janida bir qatim puti tiqilib ketgan eski ko'vrikdan qayta o'tishga unamay terajab turib oladi. Biz eshakchilikmi emasmi? Men mavzudagi savolni takrorlayman qarindoshlar. Xitoylar bilan hamkorlashib yoki Xitoylar bilan dialog ichida Sharq Turkiston masalasini hal qilib bo'lamda? O'ylaninglar. Balkim bu savolni bir tırnak açay. Bu savaldaki Sharq Turkiston atalg'usi mening meylimning mahsuli. Bu yerda
Eğer bu savolni Xitoylar bilan hamkorlik o'rnatayotganlardan bu şekilde so'rashga to'g'ri kelmas kerak deb o'ylayman. Chunki ular Xitoylardan ayrilmaydigan tutumda bo'lg'achqa bu atalg'ini qabul qilishimi mumkin emas. Ulardan balkim avtonom rayonning masalasini degan shaklda so'raladigan bo'lishi mumkin. Mayli qaysi shaklda so'rab turing hozircha. Mumkin. Shunday hal qilg'ili bo'ladi. Heliqi qo'llig'uchi g'alchilar aniq qilib javob berib baxsin buningga. Xalq sifatida, anglag'uchi sifatida, kuzatuvchi sifatida bir millatning, bir davlatning fuqarosi, a'zosi bo'lish sifatida har bir sonlarning bu shunda so'rash haqqi va majburiyati bor. Javob elishga tirishish majburiyati bor. Javob bergoy manimga. Hal bulamda bo'ladi desa, qanday shakldagi hal qilish ekanligini izohlab baxsin. Bo'lmaydi bo'lsa, u holda bularning Xitoyning oyog'ida o'mlab nima ishi bor? Uni deb baxsi bo'ladi. Agar biz o'yg'ab, haqiqatan ozodlikka tashna bo'lib ketgan, zulm jinidan o'tib ketgan bir millat bo'lgan bo'lsak edi, bundaqlarni tukurukka ko'mib o'tgan bo'lardik. Ammo bularning ko'p sonliq ekanligi, bu chapanchilar boshqa g'alchilarni ko'kka ko'tarib kun tartibdan tushirmaydiganligini ko'rmoqdamiz. Demak, men 20 yil avval yozgan maqolalarda chet eldagi Uyg'urlar ichida Xitoyparastlar, rasmiy g'alchilar ko'p sonli degan qarashim kun sari dalillanmoqda. Shundaqla oldingi ma'lum videoda deganimdek, bizdagi adolat tuyg'usining ojizligi dalillanmoqda. Bu kadar aniq paket, g'alchilikning paketi oldida jang yo'g'on gap qilayotganlar, g'alchilar yo'g'on gap qilayotgan g'alchilarning qarashida haq sahib chiqay demasdan sukutni tanlaganlarning vatan uchun jon pido qilishiga qanday ishongani ular? Ko'rinayotgani shuki, ular yakka beshi bo'sh shaxslar emas. Bu chapanchilar. Ben sizlarga shuni deb qo'yay. Yakka beshi bo'sh shaxslar emas. Diqqat. Kuchlik tashkilotlangan to'plar bo'lib, ular xo'jayinning ko'rsatmasi bo'yicha so'zlash va harakat qilishga majbur bo'lib tushdan chiqib boshqa g'alchilarni jon tikib qo'yay oladi. Endi boshqalar ularning qarshisidagilar beshi bo'sh yoki ojiz tashkilotlarga da'vo bo'lg'achqa. Ya'ni bu tashkilotlarning keynida davlat bo'lmag'achqa. Kuchlik zo'rlig'ichi kuchning turtkisi bo'lmag'achqa, xohlagan bir necha odamning qarshiligini mustasno qilganda boshqalari sukut tutyapti. Hech kim majburlamagandek. Mana bu bizning o'yg'oqligimiz. Mana bu bizning ozod bo'lish ham xiyolida cho'giltib qo'yib berilgandek maskalloh oltimiz. Yüzlerce qitim ta'kidlaganimdek, bularning ichida xato tanlash qilib ma'sum omma bor deyilgan taqdirda, bu atalmış omma buncha aniq alomatlarga qaramay Xitoy g'alchilarini yanada qo'g'dayotgan bo'lsa, bu tarafdorlik tuyg'umizning milliy manfaatdan ustun turib olishidek mal'ullik, pastlik, sharmandilik, chuprandilik, tehici özünün haqiqiy ehtiyocini tushunolmagan hayvonlik tabiatimizdandir. Xitoylar bilan bo'lgan hamkorlik, ular vatanimizni asli ismi bilan atash sharti bilan bu zaminni Xitoy ajdodlari besib olganligini e'tirof qilish sharti bilan bo'ladi. Bu ikki shart oldingi shart. Eğer bu iki şart kabul kılınmayan ahvalda Xitoylar bilan aramızda diyalog bo'lishi, hamkorlik bo'lishi mumkin emas. Bu tarixdagi apandilarninki bilan aynan shu bo'ladi. Aynan natijani beradi. Hech farq bo'lmaydi.
Bu aqalli shartlar aqlga kelmayotgan bo'lsa, demak bu da'vochilarning Xitoydan ayrilish niyati yo'q demakdir. Biz bundaq tahlil bilan xulosa chiqarmasakmi, ya'ni bu tahlil bilan xulosa chiqardek emas. Buni aniq qilib deganlarmi bo'ldi-ku. Torda buningmi dalillari mavjud? Ayrilish niyatining yo'qligini dedi-ku. Demokratiya, barobarlik talab qilamiz dedi-ku. Mustaqillik talab qilamsizlar degan savolga. Endi bu Xitoylarning mavjud Xitoy hokimiyatiga qarshi bo'lishi hargizmi bularning ulardan farqli o'ylaydigan obdan Xitoylar ekanligining belgisi emas. Ularning mavjud hokimiyatga bo'lgan qarshiligi faqatla hokimiyat xirsi, huquq xirsidan kelib chiqqan bo'lib, mustamlika millat masalasidagi maydoni kommunist Xitoylar bilan o'xshash yoki uningdan qabil. Buni yana qanundan ko'ramiz. Gollandiyada 54 Xitoy tashkiloti qana qildi? Irqiy qirg'inchilik degan qarorga qarshi o'rtaq bayonot e'lon qildi. Ash Xitoylar bular. Konulardan qolgan bir temsil var. Ülpütün qağı olsa, yeyişin poq. Konularımız bek yaxşı aytgan bu gapni. Xitoydan ülpet tutgan, Xitoyni do'st tutgan, Xitoy hamkorlarining cho'qim poq yeydiganligi munozir talab qilmaydi. Chunki bu tarixiy amaliyot tarafidan talay qitim isbotlangan haqiqatdir. Ular Amerika taraf qilgan, tunilgan kishilarmish. Amerika'nın bizning menfaatimiz bilan shuncha ular zil, sezgir holda muomala qilishi mumkin emas. Chunki Amerika'nın bugun uchun bizni ko'zib qilish niyati bo'lgani yo'q. Undaqki Amerikaliklar uchun birining siyosiy kimligi muhim emas. Kim Sharq Turkistonliklarning joni-jon menfaatiga eng sodiq degan shart bilan odam tanlamaydi Amerikaliklar. Tamamen ahmoqlarcha tunish bu. Mushunda gaplar bilan bir munofiqning aqlanishi qaysi aql, qaysi mantiqi bo'yicha to'g'ridir? Hali ham torlardagi qipshirganlarimizga qarasaqlar, bizning ozodlikni haqiqiy orzulamaydiganligimiz, moda qo'qlashibli deb qo'yayotganligimiz bilinib turibdi. Haqiqiy ozodlikka tashna bo'lgan bir millat bizdek bo'lmaydi. Avvallar deb o'tganimda biz mushu tarafdorlikning tushaklari ichida yo'qolib ketamiz. Xitoyning kuchini xo'ratmaymiz. Haqni o'lcham qilgan, millatning siyosiy taqdirini, siyosiy istiqbolini o'lcham qilgan bir prinsipga, mizonga texicha erishamagan bo'lsak, demak biz yana kimdan ag'rinamiz? G'olchilarning deyishicha, masalamiz Xitoylar bilan bo'lgandikan, Xitoy bilan so'zlash balqinmay qanday qiladi deymish. Mushuning ishonamsizlar? Mushu gapga. Xitoylar bilan so'zlashish orqali bu masala hal bo'ladiganligiga ishonmaydigan bo'lsanglar, u holda bunda g'olchilikda nima uchun sukut qilyapsizlar? Yaxshilikmi bu? Xuddi kufrga rozi bo'lgan, sukut qilgan odammi kufrga sherik bo'lgandek. Munofiqlikka sukut qilganlarmi munofiqlik sherikdir. Buni unutmaylik. İnsan balası o'tganlarning saboqlarini yakunlab, uningdan dars olish kerak. Shundaqda, ammo biz o'xshash xatoni avlod davom qildiryapmiz. Bu holimizga balkim Xitoylarmi ichida kulib ketadigandir. Mana aylanbash chantuvlarning holi qaranglar deydigandir balki. Ajdodlarimiz tarixning qaysi sahifasida Xitoy hamkorligidan, Xitoylar bilan so'zlashishdan foyda topgan? Mushunda misollar bormi? Xitoylar bilan so'zlashib, masala hal qilishning parlaq ulgusi İsa Yusuf. O Xitoylar ichida xizmat qilib turib, Xitoylarni ta'sirlantirib, bizga muxtoriyat hal qilib bermoqchi bo'lib, eng ko'p uringan. Qolgan ikki apandidan 10 yillar burun Xitoyga berib xizmatini boshlagan. Qani kim, qaysi g'alcha uning olgan foydasini ko'rsatib baqalaydi?
Hatta o chet elga chiqqandan keyinmi yanada Tayvandagi Gomindan bilan bu so'zlashish vaziyatini davom qilgan. Özlerimi ana qurug'liqidan qo'g'langan bo'lishiga qaramay, shuning achchig'ida, shuning qiydaşligida bo'lsa-mu Isa do'stining ko'ngli uchun Sharq Turkistonning ismini Chin Turkistoni deb atab qo'yishga yaqin kelmay, özlerimi tarix sahnasidan tushdi. Hali Gomindan degani İsa'mı alemden öttü. Biz Xitaylar bilan tig'ma-tig' kurash qilgan chaqlarimizda uning mevasini ko'rdik. Masalan, tig'ma-tig' kurash qilib, ikki qatim mustaqillik jakalab, mustaqil jumhuriyatga erishdik. Her ikkisida Xitoy bilan bo'lgan suhbatlar qanday natija berdi? Xo'ja Niyaz Xitoylar bilan so'zlashib, o'zi rais olmuş cumhuriyetni setib, ülkenin muavin reisligiga tegishdi. Ahmetcan Qasimi Xitoylar bilan so'zlashib, aynan o'xshash holda o'zi rais olmuş cumhuriyetni setib, ülkenin muavin reisligini qabul qildi. Qarindoshlar, nima uchun tarix o'qib Tarixni o'tmishdagi g'olibiyatlarimizdan faxrlanish, ko'ranglash uchun emas. Tarix takarrur etadiganligi sababli tarixning savodlarini yakunlab, o'tmishda oldingi avlodlar xato qilgan ishlarni takrorlab qolmaslik uchun tarix o'rganamiz. Lekin biz azaldan tarixning savodlarini yakunlab bakmadik, bu savodlardan tegishli darsimizni olmadik. O'xshash shaklda, o'xshash usulda oldinib, o'xshash tuzaqlarga takror dastlab ketyapmiz. İş o'tib ketganda opla deb qo'yamiz. Ama o'xshash ishga duch kelganda yana ajdodlarning xatoliklarini aynan takrorlaymiz. Xitoylardan yana nima kutiladi? Zulmdan boshqa, yo'q qilinishdan boshqa nima kutiladi? Qarindoshlar, o'zinglar biladigan chapanchilardan bu savollarni so'rab ko'ringlar. Nima deydiganligini anglab boqaylik. Qarindoshlar, men yillar avvalgi kitobimda Xitoylar bilan boshqa mustamlikachilarning tabiatidagi farqlar ustida to'xtalgan edim. Xitoylar boshqa bir tür, qarindoshlar, boshqa bir xil maxluq. Ularni har qanday zolimga, har qanday boshqa mustamlikachilarga o'xshatib olmaydi. Hech qanday mustamlikachi besib olingan zimin, qul qilingan millatlar xususida yolg'on tarix yasab, buning hatta o'z avlodlarini, o'z xalqini ishontirib etgani yo'q. Ular mustamlika tarixini yo'shuvmidi? Haqni davadi. Besib oldi, qanday qilish qo'lingdan kelsa og'dirib et deb rostdan davadi. Vaqti keldi, qo'lidanmi keldi, bu mustamlika eller mustamlikadan qutuldi. Lekin Xitoydagi haq adolat tuyg'usi bo'lmagan bir mustamlikachini bularga o'xshatib bo'lmaydi. Ular bilan tuziladigan har qanday kelishimga ishongili bo'lmaydi. Chunki biz biladigan Xitoylar hech qachon so'zib turmaydi. Biz yillar Xitoylarga qarshi kurash qilib kelyapmiz, ammo biz taraf turib o'zining zolim millatiga qarshi chiqqan bir Xitoyni ko'rdikmi? Ama başka mustamlikachi millatlarda, mazlum millatlar tarafı turib, o'zining istilochi millatiga qarshi kurashganlar, mazlum millatlarning ozodligi uchun o'zini qurbon berganlar bo'lgan. Buni Xitoylardan kutish mumkinmi? Hammanglarning xabari bor. Mush kunimizdilar. Xitoylar elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'nig'ini uchun Hollandiya hukumatiga qarshi bayonot e'lon qilgan 54 Xitoy tashkiloti. Dunyoda yashayotgan turib, demokratiyaning soyasida xohlagan ishini, xohlagan so'zni qilayotgan turib, kommunist Xitoy hukumatining qatlamini aqlidi. Mana bu Xitoyning mohiyatini ko'rib olishimiz uchun bir aynakdir. Burni turib poqyaydigan darajadagi dötlikni qilavermaydi. Qilayotganlarga umumixo'r qarshi chiqib, ularni la'nat tükürükleriga ko'miytaylik qarindoshlar. Xitoylar milliy mustamlikalar masalasida hammasi o'xshash fikrda. Yuqorida so'zi kechgan Hollandiyadagi 54 Xitoy tashkilotini desak, ular aslida bir-biri bilan kelisholmaydigan, o'zaro ittifoqi bo'lmagan,
özara ziddiyeti olan toplardır. Bunu qanday bilamiz? 54 boğunudan bilgini oludu. Eğer ular bir-biri bilen çıkışa alaydigan bolsaydı, birleşeydigan bolsaydı, 54 olmay hiç olmaz 4 teşkilat toplangan bulardı. 54 teşkilatga bölüngenliginin özü özara kilişelmeydiganlığı, fikir ihtilabı okşamagan dünya qaraşlarının boğallıqıdındır. Lekin Xitay mustamlikalari mavzusida ular birlik kelalagan. Birlikte bir nefes bulup ortak kaldı ırkî kırgınçılık tonulmasıga karşı çıkan. Mana bu Xitaylardır. Mana bu Xitay tabiatidir. Muş Xitaylardan yana nima kutadidir? Bu galçılarning, çapançılarning deydigini bormi? Deb baksın, kökçülük uqib baksın. Qarindoshlar, yana bu Xitay tashkilotlarining birligi kelib, bir nefeste bayonot berganligidan biz bir ders chiqarishimiz mumkin. Aslida. O'shimizni yig'ib o'ylab ko'raylik. Xitoylar ko'z qarashlari xilma-xil bo'lishib qaramay, milliy manfaat mavzusida birlikka kelib, o'xshash talaffuzda gap qila oladi ekan. Nima uchun biz o'zimizning milliy manfaat xususida ana shunday bir talaffuzga kelolmaymiz? Nima uchun buncha ko'p bir top Xitoy uchun g'alchilik qiladi? Nima uchun Xitoy g'alchilari buncha erkin, buncha o'ziga ishongan holda o'tirdi bo'y ko'rsatib yuralayotadi? La'natga qilishidan qo'rqmay, izo ahonatdan qo'rqmay, yuraklik holda, xuddi bizning doirlarimizdek yuralayotadi. Chunki bizda inqilobiy prinsip deydigan narsa va shuningga yo'langan prinsipchanlik yo'q. Biz dasqanchilik, shaxsiy munosabatlardagi yaqinchiroqlik va shuning o'xshagan past shaxsiy nafs xohishlarining keynida so'rilib kelmoqdamiz. Bu bizning uzun kesil inqilobchilardan bo'lishimizga putlakashon bir xil kesal kayfiyatdir. Dal mana shu kasallik tufaylidan biz inkaslarimizda haqni, to'g'ri bo'lganni, millatning tub orzusini, tub manfaatini asos qilmaymiz. Aksicha tarafdorlikni asos qilib, munofiqlikni aytlaganlarga haqorat qilamiz. Bu deganlik munofiqlikning aramizda obdalla bozori bor. Munofiqlarning qo'llag'uvchilari chapanini ko'tarib keynidan keladigan chapanchilari bor deganlikdir. U holda bu millatda munofiqlikning tugishi mumkinmi? Bu toplumimiz munofiqlar rasa gullaydigan, ko'klaydigan bir zamin degan gap emasmi? Haqqoniyat tuyg'usi bo'lmagan, pokitga hurmat qilishni, pokitga qoyil bo'lishni bilmaydigan bundaq dahshatlik yana qaysi millatda bu darajada ig'ir? Eng ibtidoiy millatlarmi bu jihatlarda bizdan yaxshiroq. Qarindoshlar, yana bir nuqtani ta'kidlab qo'yay. Bularning orasida bir istixborot o'yini mavjud. Bu o'yinning maqsadi to'g'ri yo'ldagilarni zeriktirish, to'yg'izib o'tish, zardigo'sh qilib voz kechtirishdir. Shunlashqa aslida bundaq chapanchilarning g'ayriaqli inkoslarga pisand qilmasaqmi bo'ladi. Lekin yana ba'zi nadonlarning agishib ketish xavfini, aldanıp ketish xavfini nazarda tutganda javob bermasdan o'zini tutib olishmi tez. Javob bersang, aşı chuprandilarning saviyasiga tushib qolasan. Mana shunda g'alati planlangan ses kishilisidir. Javob bersangmi sen ziyon tortadigan chuprandilarning saviyasiga tushib, javob bermasangmi sen ziyon tortadigan. Ne kadar ustunlik bilan planlangan istihbarat oyunu bu. Qarindoshlar. Şuna en yaxshisi bu ishlarning aqsidagi istihbaratning sayısını his qila olsak, javoblarimiz, qarshiligimiz shunga yarasha bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Munofiqlarni onlayn sazoyi qilishni, to'g'ri sazoyisi qilishni. Ba'zi ittifoqlik tashabbuschisi ko'rinishiga purkinib olgan chapanchilar bundaq deyimlarni maydonga chiqishning ittifoqlikqa ziyon yetkazganligini, birlashishga to'salg'i bo'lganligi, foyda ziyonni o'ylamay ish qilganlik bo'lganlik sapsatsi bilan qaranglar. Ne kadar ustalık. Oturdun yok qilib,
Münafıqlarning Abdibash evrisining uzoqroq sazoyi bo'lishiga qarshi chiqishmoqda. Bundaq tashabbuslardagi ittifoqlik shuari ko'z bo'yashga yaraydigan bo'lsin. Qarindoshlar, tarixiy saboqlarni unutmaslik kerakki, zag'ning xili zag'. Zag' degan qaga deganning yana bir xil atilishi. Zag'ning xili zag', itning xili topdir. Bundaqlar bilan bo'ladigan ittifoqlik aslida pokiz bir to'pga axlat aralashtirgandek bir ish bo'ladi. Chivin, hammalarga tanishdik. Chivin. Paskiniligi bilan boshqalarni kasal qilib yiqitadi. Ammo o'zi kasal olmaydi. Shuna har qanday bahona bilan munofiqlarni Xitoy kuchuklarini aqlashlarga qarata intayin sezgur, intayin aqlli bo'lishimiz kerak. Tarix bizning aynigimiz. Bunda Xitoy do'stligi, Xitoylar bilan bo'ladigan suhbat, so'zlashishlarning ulgulari tariximizda oz bo'lmadi. Bularning hech birida biz utib bakmadik. Faqat ziyon tortdik. Bularni unutib qolmaylik. Shuna Xitoy g'alchilarini sazoyi qilish, butun millatga tonutish, rasvoyi jahon qilishmi dushmanga qarshi tashviqotning bir bo'lagini tashkil qiladi. Shuna bunda qarshi tashviqotlarga yetarli ahamiyat berishimiz kerak. Lamzalli diplomatchilik, mazbaylik munosabatchilik odatlarimiz, dasqanchilik mizollarimiz bilan siyosiy istiqbolimizga munosabatli kishilarga muomala qilsak, munofiqlarga yaxshichoqlik, yomon bo'lib qolmaslik yo'li tutsak, tarix takrorlanadi xolos. Siyosiy maydon cho'qim uzil-kesil bo'lishi shart. Agar bundaqlarni sazoyi qilishga qarshiligi bo'lganlar, Xitoy do'stlarini oqlug'uchilar bunda Xitoy hamkorligining qanday foydalari borligiga ko'pchilikni qoyil qiladigan so'zlari bo'lsa, ochiq deb baqsin. Qara ayblashlar emas. Ko'zni yumbilib bir xil ayblash var-ku. Qara ayblashlar emas, pokitlik, ilmiy aniqlim berishlik kishilarni qoyil qila oladi. Ularda Uyg'urlarda bir tamsil var. Kişinin yoki xalqning ishiga to'mizni qo'l to'mibdi deydilar. Bizning umumiy holimizni sapsaladigan bo'lsa, bizda xalqning ishiga emas, o'zimizning ishig'ini to'mizni qo'limiz to'madigan bir xil g'alati kayfiyatni bayqaymiz. Qarindoshlar, uyqumiz nachayli, tashviqotli bo'lib, qarish tashviqot bo'lmasimi, o'xshashli bo'lmaydi. Şuna düşmanlarning turli ag'dirmachiliklarni fosh qilish, butun xalqimizga bildirish, sazoyi qilishmi bir xil tashviqotimizning muhim tarkibi qismi. Buningga shaxsiy munosabatlar nuqtasidan qarab olib, haqq sat ko'rinib qilishdan, yomon atoq qilishdan qo'rqishlarni qanday tushunish kerak? Jonni qurbon qilish to'g'risidagi laflarni osonlata olmaymiz. Vatan uchun jon fido. Ammo yomon bo'lib qilishdan qo'rqsak, buning qaysi rostdir? Bunda o'zimizni aldash tipidagi vatanparvarlikni tashlaydi. Siyosiy maydon masalasida uzil-kesil bo'lmay turib, siyosiy g'oyaga yetkili bo'lmaydi, qarindoshlar. Bugun bu jiddiy temada so'zlaganimiz mushaqicha bo'lsin. Qolganlarini boshqalchilarning çapınını götürüp keyindin keladigan aqlamchilar, ko'tamichilar qanday aqlaydi ko'rib baqamiz. Qanday qarshi chiqadiganlarni ko'rib baqamiz. Hammalarga Allohning salomlari bo'lsin. Niyat qilgan ulug'var ishlaringlarda Alloh muvaffaq qilsin. Keyingi qatim ko'rishguncha xayr xo'sh. Keyingi qatimliq temamiz Cumhuriyet millati bo'lishning tayyorligimi? Bir savol jumla mavzu. Şu qiziquvchilar keyingi mavzu qiziqadigan bo'lib qolsanglar, hozir turasizlar. Bo'pti, Allohga emanet.